Zamonaviy texnika, ilg'or yondashuv va dehqon mehnati birlashgan joydan barakali hosil yaratiladi. Ana shu maqsadda joriy mavsum oldidan viloyatimizga 90 ta zamonaviy paxta terish mashinasi olib kelindi. Bu haqda muxbirimiz ma'lumot beradi. Xorazmga 90 ta paxta terish mashinasi olib kelindi. Bu vaqt bilan poygada g'alaba qozoniladigan kuch. Bu mehnat unumdorligi va zamonaviy texnologiya. Shu bilan birga qo'l mehnatidan voz kechishning yana bir katta imkoniyati. Zamonaviy boshqaruv tizimi, yuqori ish unumdorligi va qulay kabina yangi texnikalarning afzalliklaridan. Paxta terish mashinalarimiz buni fermerlarimizga afzalliklari bilan sifatli terishi, yoqilg'i energiyasining tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bu yil 2026-yilda viloyatimizga 92 ta paxta terish mashinasi yetkazib berilishi rejalashtirilgan. Shundan 50 tasi Bashiran rusumli paxta terish mashinasi. Bu ishlarni tashkillashtirishda O'zagrolizing, Qishloq xo'jalik vazirligi xodimlari bilan fermerlarga yetkazib berish boshlandi. Qishloq xo'jaligini paxta yig'im-terim ishlarini mexanizatsiyalashni 70% ga chiqarish yo'lga qo'yilmoqda. Shu paxta terish mashinalari fermerlarimizni paxta yig'im-terimida asosiy kuch-quvvat manbai bo'ladi. Bu yangilikni xorazmlik fermerlar mamnuniyat bilan qarshi oldilar. Muhtaram yurtboshimizning sa'y-harakatlari, ko'maklari bilan biz dehqonlarning mushkulini oson qilish yo'lida paxta mashinasi olib kelindi. Bu biz dehqonlarga juda katta ko'mak beradi. Kuniga 10 gektar 60-70 tonna paxta teradi. Bu paxtani bir kunda qo'lda terish uchun 150-180 ta qo'l kuch kerak bo'lardi. Men shaxsan o'zim fermer xo'jaligimda 400 tonna paxta topshirishim kerak. Buni qo'lda terganimizda bir 800 million so'm pul bo'lardi. Bu fermer xo'jaligimizning iqtisodiga ko'mak bo'ladi. Bu O'zagrolizing kompaniyasi tomonidan 10 yilga lizing asosida berildi. Bu juda katta imkoniyat biz dehqonlar uchun. 3 milliard 150 million so'm turadi bu pul. Kvartalni bir yilda 2 marta to'lov qilinadi. 2 yil imtiyozli davr bilan. Zamonaviy qishloq xo'jaligida natijani endi faqat mehnat emas, innovatsiya ham belgilaydi. Bu texnikalar viloyat tumanlaridagi fermerlarga bosqichma-bosqich taqsimlanadi. Ha demay, kuz fasli boshlanadi. Maqsad yig'im-terimni sifatli, qisqa muddatlarda tashkil qilish.